Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun sizlar bilan omega 3 kapsulasi haqida ozroq bo'lishaman. Omega 3 Yangi Zelandiya mahsuloti, Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan eng foydali hamda kunlik doza miqdori juda yetarli darajada bo'lgan, 365 kun ichishga mo'ljallangan 1 yillik juda katta banочкада omega 3. Buni eng foydali tomoni omega 3 ni. Biz nima uchun omega 3 ichamiz? O'zi nima uchun bizga kerak degan savol tug'iladi. Bu juda ham zo'r savol. Omega 3 ni foydali tomoni buni tarkibida EPA, ya'ni yurak qon tomirlarini yaxshi ishlashiga xizmat qiluvchi qo'shimcha vitamini bo'ladi. Shu vitamindan 360 mg. DHA, ya'ni miya hamda ko'z faoliyatini yaxshi ishlashga xizmat qiluvchi vitaminlari bo'ladi. Bu 240 mg. Juda ham yetarli dozada. Hamda alfa tokoferol, ya'ni natural vitaminga qo'shilgan. Bu alfa tokoferol deb ilmiy tilda aytiladi qizlar. Biz doimiy taniydigan so'z bu vitaminga, tarkibiga naturalniy vitamin ham qo'shilgan. Omega 3 ni qachon ichgan ma'qul degan savol ham bo'ladi. Bu juda ham to'g'ri savol. Omega 3 ni ertalab nonushta bilan ichgan ma'qul. Keyin yog'li ovqatlar bilan birga ichgan ham ma'qul, chunki yaxshi so'riladi. Omega 3 ni ichishga ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan bir tomoni, agar qon suyultiruvchi komponentlar ichayotgan bo'lsangiz, omega 3 ni vrachingizni tavsiyasi bilan to'g'ri yo'riqnoma bilan ichishingizni tavsiya qilaman. Boshqa paytlarda hamma uchun mumkin. Qizlar nalichida bor, 1 yillik kerak bo'lsa butun oila bilan ichishga mo'ljallangan katta banочкада hozir ko'pchilik tan olib ham aytayapti. 3 oylik kursini почти 320 mingga olishyapti ekan. Menda katta banочка 1 yillik hamma oilaga yetarli bo'lgan omega 3 narxi 650 ming so'm. Nalichida bitta bor. Inshaalloh keyingi haftaga yana 5 ta olib kelaman. Kimga qiziq bo'lsa nalichida bor, murojaat qilishingiz mumkin. YouTube'dagi bizni yangi tomosha qilib o'tirgan barchaga telefon nomeri qoldiraman. Kimga nima qiziq bo'lsa murojaat qilsin. Bizda hatto mana bunaqangi kollagenlar ham bor. Bular ham juda ham yuqori sifatda Italiya mahsuloti, Italiya xomashyodan keltirilib, Koreyada qadoqlangan. Bitta stikida 20 gram bo'lgan 26 shtuk anorli kollagen juda ham yaxshi, terining elastikligini oshirishga, tanani bagati vitaminlar bilan ta'minlashga juda ham yaxshi. Vitamin C elastikligini oshirib, ajinga qarshi hamda kollagenni tez so'rilishiga xizmat qiluvchi komponent hisoblanadi. Giol kollagen ham juda ham yaxshi, tarkibida peptidi ham bor. Hamda vitamin C miqdori 6%, juda ham yaxshi so'riladi. Hamda vitamin C ning hisobiga terida elastiklik miqdori yuqorilashadi. Bu ham Italiya mahsuloti. Buni ham xomashyosi Italiyadan keltirilib, Koreyada qadoqlanadi. Mana bu BB-lab bo'lsa asl Koreya mahsuloti. 1,5 ming milligram sof kollagen hamda tarkibiga anor va vitamin C qo'shilgan. Buni asosiy vazifasi, hamma kollagenlarning asosiy vazifasi terini chuqur namlab, elastikligini oshirishga hamda terida quruqshashni yo'qotishga, organizmni ichida bo'lsa, ichki qatlamida namlikni yuqori darajada ta'minlashga hamda yetkazib berishga xizmat qiladi. Inson tanasida kollagen hamda suv miqdori yetarli bo'lsa ham, kollagen miqdori kamaygan sari yuzda ham tanada ham qarish jarayoni boshlanadi. Bizda holsizlik, charchoq, har xil yoqimsiz holatlar paydo bo'ladi. Shunaqa paytda albatta omega 3 hamda kollagen ichishlaringni tavsiya qilaman.